Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Reader Minecraft. Biz bugungi videomizda Minecraftda 10 kun yashab qolishimiz kerak. Qani ketdik. Xo'sh, mana biz spawn bo'libmiz. Okean va oddiy biom va savanadan spawn bo'libmiz. Xo'sh, endi biz Minecraftda 10 kun yashab qolishimiz kerak. Xo'sh, yaxshi, qo'ylar ko'ryapman. Hozir do'stlar, bir minut. Mana bo'ldi. Endi esa daraxt chopamiz. Minecraftda o'lmasdan 10 kun yashab qolamiz. Xo'sh, siz esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar do'stlar. Kanalimda hali 3 ta video bor. Sizlar like va obuna bo'lsanglar, men juda ham ko'p videolar chiqaraman. Xo'sh, mana 8 ta daraxt va qo'ylar bor ekan bu yerda. Hozir o'ldiramiz. Xo'sh, verstak, kirka va bu yerda tosh bor ekan. Toshni olamiz. Bizga 20 ta tosh kerak bo'ladi. Pechkaga, kirka, qilich, topor. O'shaning uchun 20 ta tosh kerak. Xo'sh. Xo'sh, 11 ta. Menimcha yetadi shu ham. Kirka, bolta. Mana bo'ldi. Endi esa qo'ylarni o'ldirib boshlaymiz. Xo'sh. Qo'ylar bu yoqda edi. Mana bittasi yurtda ekan. Bu yoqqa. Xo'sh, it bor ekan bu yerda. Bu tarafda nima bor ekan? Bu tarafda savonna bor ekan. Savonna ham yaxshi, juda ham ko'p qishloqlar chiqadi. Xo'sh. Qo'y bor ekan bu yerda. Tiqilib qolibdi-ku bular. Mana buni ham o'ldiramiz. Xo'sh, bu yerda tovuqlar bor ekan. Tovuqlar bor ekan bu yerda. Xo'sh, endi esa bizga juda ham ko'p ovqat kerak. Chunki kecha tushganda zombilar va creeperlar hujum qiladi va o'shaning uchun jonimiz kam qolganda ovqat yeyishimiz kerak. Bo'lmasa jon to'lmaydi va o'lib ketamiz. Mening maqsadim bo'lsa bu 10 kunda o'lmaslikka harakat qilish. O'ylaymanki bu challenge oson bo'ladi. Xo'sh. Tosh kerak bizga, ko'mir 2 ta ekan. Va lamalar ham bor ekan bu yerda. Xo'sh. Senga endi urishadilar. Men bo'lsam bu daraxtni chopaman. Xo'sh.
Va bu tarafda bizni oddiy biyom va qishloqcha kutyapti. Juda ham omad. Savanna va oddiy biyomda ekan. Juda ham samobloklar ko'p ekan bu qishloqda. Xo'sh, yursak kerak bizga. Va taxtasiga sarf mayli. Bular bizga juda ham kerak. Bulardan non yasasa bo'ladi. Xo'sh. Do'stlar, sizga qaysi mashina yoqadi? BMW yoki Mercedes? Agar BMW bo'lsangiz like bosing va agar Mercedes bo'lsangiz kommentariyaga yozinglar. Qaysi ekanligingizni bilamiz. Xo'sh, 72 ta non. Normalniy. Xo'sh. Mana tugadi. Stop, bu yerda ham bor ekan. Endi esa qishloqlarni ko'ramiz. Yaxshi qishloq ekan. Mushuk bor ekan. Jonim kelib qolibdi-ku. Xo'sh. Qishloqda nima bor ekan? Qarab ko'raylik-chi. Bu kavat. Buni akitaman men o'zim uyimda. Va bu yer juda ham yaxshi. Yaramas senga. Xo'sh, bu tarafda savanna ekan va ana bu tarafda dengiz bor ekan. Vau, juda ham zo'r ekan bu qishloq. Xo'sh. Nasinga. Kelinglar, shu yerda bitta uy qurib olamiz. Xo'sh. Senga yaramas. Senga. Do'stlar, men Minecraft'ning Bedrock versiyasida o'ynayman. Menga ip kerak, ip. Yaramas. Yo'q. Yaramas. Qochishni qaranglar buni. Qayerga qochdi endi bu? Mana yerdaga. Bu yoqqa yaramas mushuk. Bu yoqqa. Masenga. Yaramas. Mana. Eshakning bolasi. Va qo'y. Ikkita qo'y ekan bu. Mana bitta ularni o'ldi. Endi sen navbating. Xo'sh, qaysi uyda qolsam ekan bugun? Bizga tema kerak. Mayli. Ertalab tushsin, keyin olamiz. Hop, ishlab. Sandiqda ishton bor ekan. Kravatim qaraydi mana ekan. Uxlaymiz. Mana Minecraft'dagi birinchi tunim ham o'tdi. Buni sindiramiz va qaraymi, ham shu o'tdi ekan. Men tiqilib qolgan shekilli. Mayli, bizga farqi yo'q. O'l, yaramas, o'l. Menga temir kerak, yaramas, o'l. Temir kerak. Nechta temir ekan? Qani ko'raylikchi. 5 ta. Menga beramas ularni, menga yo'qol. Creeper.
Creeper bizga kerak emas, u mayli. Mayli portla. Oppa, juda ham zo'r bo'ldi. Xo'sh. Bizga fakir kerak. Sen qishloqdan ketsammikan? Mayli, ketdim qishloqdan. Borgan sari mollarni o'ldirib boraveraman. Ovqat ham. Lekin bir stak ovqat bor-u. Mayli. Voy, bu orlar juda ham ko'p ekan bu yerda. O'zi ikkita orni uyib ekan. Mana senga. Qoch. Cho'qishadasiz, qoch. Qoch. Yaramaslar, suvga tush. Suvga tush. Cho'k. Tush. Yarama tush. Suvga tusholmaydi bular. Yugura olmay qoldim. Yaramasa, bu yerda val. Ketishyapti. Men bo'lsa bu trapdan chiqaman. Mana shunaqa orlarni bilmas urib qo'ysangiz, mana shu suvga yoki dengizga tushsangiz, orlar sizga teginmaydi do'stlar. Juda ham zo'r, chunki orlar suvga tushmaydi. Va suvni ham yomon ko'radi orlar. Xo'sh. Ana mening qishlog'im. U qishloq menga kerak emas. Endi esa boshqa qishloq topamiz. Xo'sh. Tavba qildim. Ikkita qishloq topdim do'stlar. O'zi ham ikkalasi ham yaqin orada. Qaranglar. Tavba. Juda ham katta ekan bu qishloq. Zo'r ekan. Tepada ikkita uy ham bor ekan. Va kutubxonachining uyi, mushuk, sigir, golem. Golem tush kerak edi, golem. Yaramas. Stol golem urush kerak. Mana shunday yerda tursak, u ham bu yerga kelyapti ekan. Va senga yaramas. Qoch. Mana. Sakrab o'tish kerak buni do'stlar. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Qocha o'lasan yaramas. O'l. Va nihoyat o'ldi. Qilichim ham juda ham oz qoldi. Nechta temir bor ekan? 9 ta. Demakki 4 ta temir tushibdi. Shundaymi jitel? Shunaqami jitel? Bor suvga tush. Bor suv aylanib ketsa ham. Yo'q, suvga tush. Ha. Suvga tush. Chiqmaysan bu yoqqa. Yaramas. Bilishadi qayerdan chiqish kerakligini. O'lib qoldi-ku. Sen nimaga olasan? Nimaga olasan? Yaramascha. O'zi fermer temirchi uy bor ekan, ketdim. Shoxdan ham temir kerkalar bo'ladi. Xo'sh. Temirchining o'zi ham juda ham katta qishloq ekan bu. Qochib turinglar. Qoch. Yaxshi, temir qilich, temir aslaha, 3 ta olma. Kerakmas narsalarni shu yerga tashlaymiz. Bular kerak emas.
bular kerak emas. Bu ham kerak emas. Bu ham kerakmaydi. Mana bo'ldi. Stop. Bu ham kerakmaydi bizga. Xo'sh, buni kiyib olamiz. Endi esa 10 ta. Bizga kerka kerak. Temir kerka va bitta sheet. Mana. Keyin esa mayli cherak. Stop. Nechta temir? Mayli bolta. Bo'ldi. Xo'sh. Juda ham katta qishloq bor-ku. Samonlar. Yo'q, bizga samon kerakmaydi. Ovqatimiz bor hozircha. Chiqamiz, bu yerdan chiqamiz. Fitillarni turishini qaranglar do'stlar. Yana shuni mayli pastga tushaveramiz. Yeramaslar. Pastga tush. Tush. Ye, bu yoqqa kel. Yo'qol sen ham yo'qol. Mana bu yerdan suv olamiz va stop tepadagi uylarda nima bor ekan? Suv bilan chiqamiz. Ya chiq. Chiqamiz. Mana chiqdik. Wow. Juda ham yaxshi ekan bu yer. Hamma yer ko'rinadi. Xo'sh. Juda ham chiroyli yerlar. Mana shu yerdan fotograf qila olganman. Qilolmadim. 3 ta jonim qoldi. Ovqat ye.